qisnash kerak. Polisi borliqqa o'zini namoyon qilish kerak. Yuzi bilan, ko'zi bilan, o'zi bilan, qobiliyatlari bilan-da, mehnati bilan, xizmati bilan-da o'zini borliqqa berish kerak-da bu hayotda. Biz nima qilamiz? O'chir, uyat bo'ladi. Ovoz balandlatib gapirma. Nima dedi? Xaxolab kulma, uyat bo'ladi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb bizda yoshligimizda, misol uchun siz o'zingiz ham bilasiz, to'g'rimi? Yopib anaqa qilganki qiz bolani, uyat bo'ladi, anaqa qilma, uyat bo'ladi deb. Bu narsa borku, polisi bolani borku, endi ochilib kelaman degan gulg'unchani yopib tashlaydi. Yopib tashlagandan keyin nima uchun inson ichidan mana masalan borku, hozir siz bolalaringiz bilan, u bilan, oilangiz bilan ovunib, bolalaringizning ko'karayotganini, rivojlanayotganini ko'rib, shular bilan ovunib yuribsiz-da. Ertagamda 70, 80, 90 yoshga borganda borku, misol uchun sizning armoningiz yo'qmi? Misol uchun yoshligingizda qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilgandirsiz. Misol uchun yoki o'qituvchi bo'laman deb orzu qilgandirsiz. Bu bo'laman deb orzu qilgandirsiz, to'g'rimi? O'zingizni borliqqa polisi namoyon qilaman, xizmat qilaman deb namoyon anaqa qilgandirsiz. Oyda ovozingiz bor bo'lgandir, to'g'rimi? Rasm chizgandirsiz qachondir. Unaqa qanaqadir qobiliyatlaringiz bo'lgan. Shunchalik yaxshi ko'rgansiz o'sha qobiliyatlaringizni-da. Bir xillar bilasizmi? Qochib ketiblar anaqa qilgan, o'qishga kirgan-da. Eshitganman ko'p misol uchun. Qochib ketiblar mana